Misal chet el torining xabar qilishicha, Yevropa İttifaqının icroiya komiteti 13 oktyabr kuni Yevropa İttifaqı a'zo davlatlarining Balqan yarim orolidagi Bosniya, Hersegovina davlatiga Yevropa İttifaqı kandidat davlat salohiyatini berishni tavsiya qilganligini bildirgan. Agar hozir 27 a'zo davlati bo'lgan Yevropa İttifaqı yuqori tavsiyalarni qabul qilsa, Bosniya, Hersegovina, Turkiya, Sibiriya, Albaniya, Moldova va Ukraina qatorliq kandidat salohiyatidagi boshqa 7 davlatning qatoriga kirdi ekan. Bir yil kandidat davlatlarning islohot ahvolini qattiq baholaganlikdan qo'shilish jarayoniga bir qancha yil vaqt ketishi mumkin ekan. Bu jarayonmi xuddi Turkiyaning Yevropa İttifaqı qo'shilish ahvoliga o'xshash to'xtab qolishi mumkin ekan. Bir yil Yevropa İttifaqı qo'shilmoqchi bo'lgan Balqan davlatlari o'ngsizlik uchirsa, Xitoy va Rossiya qatorliq davlatlar fursatdan foydalanib u yerdagi ta'sirini kengaytirishdan ansiraydi ekan. Amerika Savdo Ministerligi yaqinda Xitoyning o'zak kasbiga yangi eksport cheklamasi qo'ydi. Yerim o'tkazgich ixtisosliklariga zarba berish harakatini kengaytirdi va Amerikaliklarning Xitoyning yerim o'tkazgich shirkatlarida ishlash ruxsati olishini talab qildi. Buning bilan Xitoy yerim o'tkazgich shirkatlarida yerimdan ko'p asosiy texnikalik xizmat bilan shug'ullanadigan va qo'llaydigan Amerikalik Xitoy xizmatchilarining xizmat o'rnidan ayrilish to'lqinini keltirib chiqargan. Kesb ahlilarining aytishicha, Amerika Savdo Ministerligining Xitoyga qaratgan jazosi barg'ansir kengaytirilmoqda bo'lib, Amerikaning bu cho'ng harakati Xitoy iqtisodiga tasavvurdan halqib zarba berishi mumkin ekan. Amerika Boyliq jurnalidagi dokladga qaraganda, bu Amerikaliklardan xizmat bilan fuqarolik orasida birini tanlashni talab qilganga o'xshash. Bo'libmi Xitoydagi Amerikalik Xitoy injenerlari uchun ta'siri cho'ng bo'lgan. Türkiye Anadolu xabar agentligining 13 oktyabr kundagi xabariga qaraganda, Türkiye prezidenti Recep Tayyip Erdoğan va Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qozog'istonning poytaxti Ostonada ko'rishib, ikki taraflik suhbatlashgan. Suhbatdan keyin Erdo'g'anning Rossiya-Ukraina urushini murassa qilish uchun o'tirg'i chiqqanlik to'g'risida hech qanday xabar bermagan. 11 oktyabr kuni Amerika prezidenti Joe Biden CNN'ning ziyoratini qabul qilganda, kelar oyda ochiladigan G20 guruh boshliqlari yig'inida Putin bilan ko'rishish niyati yo'qligini, agar Putin tashabbuskorlik bilan paranglashsa yana ayrim muomala qilganligini bildirgan. Biden yana Putinning urush jinoyati sodir qilganligini, o'zining va boshqalarning Rossiya bilan Ukraina to'g'risida suhbatlashishga tayyor emasligini ta'kidlab, agar so'zlashishga to'g'ri kelsa Putinning nimani so'zlamoqchi bo'lganligiga bog'liq ekanligini, Putinning yadro qurol ishlatilmaydigan, ammo uning Ukrainaga tajovuz qilish iqtidoriga og'ir darajada xato hukm qilganligini bildirgan. Muhofizat gazetining doklatiga qaraganda, Mudofaa va bexatarlik tahriri Shabagh Rossiyaning bomba tashlash qarorining taktik emas, balki siyosat ekanligini tahlil qilib, hujumda ziyonkashlikka uchirganlarning ko'pincha fuqarolar ekanligini, hujumning doirasi o'ltiroq rayon ekanligini, buningdagi maqsad Ukraina rahbarlik qatlamidagilarni va fuqarolarni vahimaga silib, oxirida Kiyevni suhbatlashishga majburlash ekan. 2022 yilda Qatar Dunyo Lo'nqisi futbol musobaqasi boshlanish oldi turmoqda. Ammo sohibxon davlat Qatar 7000 ga yaqin chet ellik ishchi xizmatchiga chechishlik o'lim delosi sababidan xalqaroning dehqon qo'zg'amoqda. Yevropa Kengashi 13 oktyabr emgak huquq to'g'risidagi isbot anglash yig'inida Qatarni chet ellik ishchilarni ekspluatatsiya qilish holatini yaxshilashga va kishilik huquqni qo'g'dashda passiv rol o'ynashni saqlanishga da'vat qildi. Qatar 2017 yili yuqori temperaturada xizmatdan saqlanish, xizmat vaqtini cheklash va yashash muhitini yaxshilash uchun belgilama chiqargan. Ammo ijro qilish unumi yaxshi bo'lmagan. Bu munosabat bilan Qatarning emgak huquqi maslahatchisi isbot anglash yig'inida hozirgi ahvolni yaxshilash va ko'p qatlamli mexanizm barpo qilib, ishchilar xizmat almashtirganda 3 yildan saqlanganligini bildirgan. Qatar 2010 yili 22 navbatlik Dunyo Lo'nqisi futbol musobaqasini o'tkazishga layoqatli bo'lgandan buyon ehtiyojli asliyalarni yasash uchun millionlagan chet ellik ishchi qabul qilgan. Ammo Qatarda kam deganda 6750 chet ellik ishchi issiq havo va ekspluatatsiya qiladigan emgak sistemi sababidan hayotidan ayrilgan ekan. Shuning bilan Xalqaro futbol birlashmasi, Xalqaro kechirim tashkiloti va kishilik huquqni kuzatish tashkiloti qatorliq tashkilotlarning andisini qo'zg'agan hamda Qatar hukumatining chet ellik ishchilarga bo'lgan muomalasini yaxshilashni talab qilgan.